Buxoro shahar Gorgas savdo-tantda zo'r uy topib qo'ydim. Ikkita zo'r narsasi bor. 1,5 tomonlama uy o'zining balkoniga ham ega. Mana balkon, 1,5 tomonlama uy. 3-etaj, 2 xonali xonadon, 67 metr kvadrat. Buxoro shahar Gorgas savdo. Bu uy bo'ladi bizning xonadon spalniy xonasi. Mana bu kiraverish eshigi, chiroyligina prixoshka, remontiga lekin maza qildim, eshiklari hamma yo'g'i chiroyli. Mana bu shikarniy zal xonasi, dekoratsiyalar, hamma ishlar qilingan, shundoq kelib yashab ketadigan joy. Sanuzellarimiz razdelniy, hojatxonasi ham ancha kattagina. Eshiklar ham zo'rdan eshik. Mana bu dushovaya xonasi, kuxnya xonamiz. Gaz, svet, suv hech nimadan muammosi yo'q. И duxkontinent bilan uyimiz полностью batareyalar bilan isitiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 63.567 kvadrat metr, 2 xona, 3-etaj. Chiroyli yerga.